Davron, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshliq aytdi, ertadan ishga kelmas ekansan. Tinchlikmi? Tinchlik, o'rningga menimcha jiyani kelsa kerak. Bo'shatib qo'yar ekansan. Mayli. Assalomu alaykum Jobir aka. Tinchlikmi chaqirgan ekansiz? Va alaykum assalom aka. Yaxshimisan? Yanvarda ham arendasini bermading. Boshqani qaytarasanmi deyman-da. Aka, unaqa demang. Ko'rdingiz, yanvar hammani to'kib qo'ydi. Fevralda bitta qilib beraman hammasini. Qo'y, ukam, yanvar fevral qilma. Kalitni bera qol. Jachi o'zi o'rning o'zi ham. Unaqa qilmang aka, o'z tirikchilik shundan bo'ladi menda. Uka, gapni ko'paytirma, tezlash. Menga qara. Radarlarni ham to'lab qo'ygan, menga qolib ketmasa yana. Xo'p bo'ladi aka. Ha, qayoqqa ketyapsiz? Ya shu o'rtoqlarim bilan o'tirishim bor edi. Siz ham boshqalarga o'xshab uyim-joyim deysizmi? Men nima qilib yuribman? O'zi sizga tegib nima ko'rdim? Ha, shu-da endi. Ana Davron ham kelib qoldi. Nima gap o'g'lar? Sizmisizlar? Qalay ishlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi. Yakshanba kuni dachaga ketamiz. $100 tushyapti. Borasanmi? Jonday borardim-u, hozir menda sharoit yo'q-da. O'zi senda qachon pul bo'lgan? Hadeb uyim joyim xotinim demasdan bir mundoq bizga ham vaqt ajratib tur jigar. Shunaqa degin. Kelinglar. Undan ko'ra choy ichamiz, yuringlar. Allo, Nabiyona? bolam yaxshimisan? Sen ham bir odamlarni bolasiga o'xshab pul topay deysanmi? Nima? Shu qilayotgan ishim to'g'ri yechim deb o'ylaysanmi? Sen kimsan o'zi? Yo, senga xalal bergim yo'q. Faqatki sen bilan nima bo'lishini aytib beraman. 1 soatdan keyin seni bu yerda jonsiz holatda topishadi. Ertaga esa seni ko'mishadi. Roppa-rosa 3-4 kun o'tib, do'stlaring ham unutadi seni. Va yana borana deylik ayoling ham 1 yil, 2 yil ichida sensizlikka ko'nikadi. Hamma narsa kech bo'lgandan keyin afsuslanib turgan payting bir senga o'xshagan ahmoq sen qilgan xatoni qilayotgan bo'ladi. Qaytarmoqchi bo'lasan, lekin o'z bilgandan qolmaydi. Nima, sen ham menga o'xshab o'zingni to'xta?